Lego kompaniyasi 2026-yilgi Jahon chempionatidan oldin Jahon chempionatining eng katta 4 yulduzi bilan reklama roligini e'lon qildi. Bu butun dunyoni portlatib yubordi desak bo'ladi. Ya'ni bir rolikda bir joyga Messi, Ronaldo, Vinicius va Mbappeni to'plagan holatda o'sha Jahon chempionatiga bag'ishlangan Lego to'plamlarini e'lon qilishdi. Buning natijasida aynan ushbu rolikda e'lon qilingan Legoning o'sha Jahon kubogidan tashkil topgan qurilmasini, ya'ni o'sha o'yinchog'ini juda ham katta talabda sotuvlari kengayib to'polon bo'lib talash bo'lib ketdi. O'sha O'zbekistonda hattoki $1000 ga ham sotib olish niyatini bildirgan odamlar chiqishdi. O'zi ushbu o'yinchoqning taxminiy narxi $200-300 atrofida. Lego kompaniyasi ushbu rolikdagi qatnashgan 4 yulduz, ya'ni 4 futbolist uchun to'langan gonorari umumiy hisobda $7 million ni tashkil qilgan. Global miqyosda bu juda ham kichkina gonorar hisoblanadi. Lekin buning siri nimadaki, 4 tali futbolistning birontasi ham ushbu rolikda suratga tushmagan. Ular o'sha avtorlik huquqlari uchun gonorar olishgan, lekin rolikda dublyorlar va sun'iy intellekt yordamida yaratilgan rolik hisoblanadi.